Sotsial-demokratik partiyasi tashabbusi bilan ogoh bo'ling firibgar aksiyasi doirasida targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Navbatdagi uchrashuv Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida bo'lib o'tdi. Unda talabalarga firibgarlikning zamonaviy turlari, ayniqsa onlayn aldov usullari haqida ma'lumot berilib, ehtiyot choralari tushuntirildi. Aksiya yoshlarni huquqiy jihatdan ogoh qilish va moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan. O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan targ'ibot tashviqot tadbirida Adliya hamda Ichki ishlar vazirligi mas'ullari, universitetning professor o'qituvchilari va talabalari ishtirok etdi. Qayd etish kerak, bugun raqamli texnologiyalar barcha sohalarga jadallik bilan kirib keldi va bu jarayon davom etmoqda. Albatta, bunday yangiliklar aholi turmushida qulayliklar yaratadi, masofa va vaqt tejaladi, iqtisodiyot va biznesga yangi imkoniyatlar ochiladi. Ammo tanganing orqa tomoni ham borki, hayotimizga kirib kelayotgan yangi texnologiyalar yangi xatarlarni ham keltirib chiqarmoqda. Tan olish kerak, bugun kiberfiribgarlik orqali sodir etilgan jinoyatlar soni kun sayin oshib bormoqda. Undan aziyat chekayotgan fuqarolarning soni ham kam emas. Ayniqsa so'nggi vaqtlarda sun'iy intellekt orqali odamlarni chuv tushirayotgan holatlar soni ortmoqda. Tashkil etilgan tadbirda so'zga chiqqanlar yoshlar orasida firibgarlik va kiber jinoyatchilik holatlari haqida xabardorlikni oshirish, fuqarolarni turli aldov usullaridan ogoh qilish hamda huquqiy savodxonlikni oshirish ushbu jinoyatga qarshi kurashishning eng samarali usullaridan biri ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Firibgarlikning o'ziga xos jihatlari, firibgarlik jinoyatini yangi ko'rinishlari, firibgarlik jinoyati bo'yicha butun dunyoda ketayotgan tendensiyalar haqida fikrlashdik. Darhaqiqat bugun firibgarlik jinoyatlar tarkibida eng yuqori o'ringa chiqayotgan, eng oshib borayotgan jinoyat hisoblanadi. Chunki o'zgalarni aldab, uni ishonchini suiiste'mol qilish, ayniqsa bugungi zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, sun'iy intellektdan foydalangan holda, telefonlardan foydalangan holda, plastik kartalarni raqamini bilib olgan holda yoki o'sha maxsus identifikatsion kodlardan foydalangan holda jinoyatlarni sodir qilish holatlari juda ham ko'payib ketdi. Bunday holatlarda juda hushyor bo'lib, bu masalalarda yaqinlarimizni, oila a'zolarimizni bu xavfdan ogoh qilishimiz kerak. Universitetda alohida kiber xavfsizlik bo'yicha alohida fakultet bor ekan. Mana bular ertaga shu unday xavflarni oldini oladigan mutaxassislar bo'ladi va buning uchun o'zlari bu jinoyatda muhimligini, ahamiyatini birinchi o'rinda bilib olishlari kerak bo'ladi. Bugungi raqamli davrda moliyaviy va axborot xavfsizligi har bir inson uchun dolzarb masalaga aylangan. Shu bois ushbu tashabbus jamiyatda hushyorlik, ogohlik va mas'uliyat madaniyatini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim ijtimoiy loyiha hisoblanadi. Tadbir davomida mutaxassislar tomonidan firibgarlikning keng tarqalgan turlari, ulardan himoyalanish usullari hamda shubhali holatlarga duch kelganda murojaat qilish zarur bo'lgan tashkilotlar haqida amaliy tavsiyalar berildi. Sardor Murfuzalov, Nurdavlat Ilyosov, poytaxt.